Video haqiqatmi yoki yolg'onmi? Biz ikkinchisi hozir mana registratsiya boshlanib Samarqandga ko'rishlar mumkin. 57, 58, 59 ham bechora o'lyapti qarama daftaga. Singan o'lyapti, ustiga qo'ydilar. O'zing videoda ko'rayotgan bo'lsang kerak, shu patentga odam to'planib, 3 odam reysda o'zimiz obunachilarimiz bor. Mana kelishgan ular ham lishniy bagajlari bor ekan hozir. Xo'p, assalomu alaykum. Mana ko'rib turgan hurmatli mana musofirdagi obunachilarim, hammalar yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi inshaalloh. Hozir mana bu videoga meni ko'zim tushib qoldi. Bu narsani men hozir faqatgina Telegram gruppasidan ko'rdim. Bu narsani sizlardan so'ramoqchiman. Moskvada yurganlar insonlar bo'lsa, bu video haqiqatmi yoki yolg'onmi? Bu qachongi video? Hozir buni tarqatishyapti-da. Bunaqa agar tarqatsa biz glavniy adminlarga chiqamiz, bunaqa vahima qilmanglar deb odamlar panikaga solishyapti. Hozir mening musofirdagi o'rtoqlarim, otalar chiqyapti. Abdumali gaplashib ko'ringchi, bizni telefonimiz olmayapti, tinchlikmikan Moskvada ish qilib deb. O'zing videoda ko'rayotgan bo'lsang kerak, shu patentga odam to'planib, 3 odam issiqdan, issiq basali havo yetishmasligidan vafot etdi. Ya'ni odam juda ham ko'pligidan tiqilib qolib, havo yetishmasdan ko'p bir ikkita odam o'tibdi, bir ikkitasining ahvolini ko'ryapsiz qanaqa vaziyatda. O'shunga bu videolar haqiqatmi? Moskvada yurganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Bu qachongi video? Yaqinda shunaqa narsa sodir bo'ldimi? Hozir bunaqa shu tarqatishyapti. Juda ko'pchilikni hovuzga solib qo'yishdi. Juda ko'p, chunki shu o'g'illari ham borgan ekan, shu topshirgani. Shu darajada qattiq bo'lyaptimi? Shu darajada odam ko'pmi? Mana shu narsani bizga aniqlik qilib kommentariyada yozib ketinglar. Musofirda yurgan, ya'ni bu video Moskvada deb aytilyapti. Moskvada bizni ko'rib turgan musofirdagi obunachilar, sizlar o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Iltimos qilaman, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Sizlar menga keraksizlar, uyinglarga keraksizlar, bola chaqaga keraksizlar. Bunaqa tashvishlarga, bunaqa narsalarda o'zlaringiz juda ham ehtiyot qilinglar. To'g'ri, qilmasalar ham bo'lmaydi, musofirchilik. Lekin odamlar bir kun ishiga javob so'rab, masalan shu ishni qilib olaman deb bir kun ishini tashlab, shu ishni qilaman deb javob so'rab chiqqan bo'lishi mumkin ishlar. Endi hayotda bu, hayot atelib segan keldilar, mana shu darajada bo'lib ketmasin. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyin agar kim mana shu menda WhatsApp'im bor, mana shu nomerda telefon qilib, Abdumali hammasi yaxshi, telefon qilmasalaringlar shu videolar bo'lsa tashlab qo'yinglar. Haqiqatda shu narsa rostmi yolg'onmi? Ertaga hali ota-onalari bizni videoni ko'rishib, sal ko'ngillar xotirjam bo'lishadi. Uyda o'g'illariga telefon qilsa olmayapti o'g'illar. Endi ishda bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shunga hozir telefon qilib xavotirda mana shu videoni ko'rib qoldik deb tashkillatchi qanaqa video desam, hozir mana o'zim ham ko'rib achinarli ahvol. Shu darajada bo'lishi mumkinmi? Lekin haqiqatda Moskvada shunaqa darajada havo yetmasdan odamlar vafot etib qolishyapti mana shu yo'lda. Mana shu darajadami? Iltimos qilaman, mana shuni kommentariyaga o'sha yerda ko'zingiz bilan guvoh bo'lgan insonlar kommentariyada yozinglarchi. Hozir bo'lsa sizlarni sal kayfiyatlarni ko'taraman inshaalloh. Sal kayfiyatlarni ko'tartirib, inshaalloh bag'iga sal shijoat bilan ishlaylar, xudo xolisa. Inshaalloh shijoatli bo'linglar. Bag'iga sizlarni musofirda xudo xolisa ancha ishlab turibdilar. Uy qilish kerak, mashina olish kerak, uydalarda Abdumali bilan umraga jo'natish kerak. Bemalol xudo xolisa hamma qo'lguymiz. Belni mahkam qilinglar, xudo xolisa. Videoni ko'ringlar hamda kommentariyada o'z javoblarini qoldirib ketinglar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli aka opa singillar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar. 3 ta reys uchyapti. Uchalasi ham Unukku aeroportdan, birinchisi O'zbekiston havo yo'llari 14:05 da uchdi. Bu Pasovstvo tomonidan qo'yilgan reys. Ikkinchisi hozir mana registratsiya boshlanib Samarqandga ko'rishlar mumkin. 57, 58, 59 hamda 60 stolkalardan o'zimizni yurtdoshlarimiz mana bagaj berish jarayoni davom etyapti va pasajir talonlarni olib, to'g'ri pasport kontrolga kirishlari mumkin. Undan keyin kechki payt 23:00 da Toshkentga reysimiz bor. Aviakompaniya Azur o'zini reyslarni amalga oshirib reja qilyapti. Hozir unga 1-2 soatdan keyin registratsiya boshlanadi. Hozirchalik mana shu Samarqandga uchayotgan reysda o'zimiz obunachilarimiz bor. Mana kelishgan ular ham lishniy bagajlari bor ekan. Hozir
o'tgan galgi promo efirda aytgan edim. Baribir nimasi bo'ladi? 20 kilodan ko'p yuk olib kelishdi. Hozir o'zlar bilan ham gaplashamiz. Keling aka. Sizmisiz? O'zbekistonga ketyapsiz. Xursandmisiz? Xursandman. O'zimizda obunachilaridan bular. Jahongir aka ham kattakon rahmat. Mana biletni oldik, nasib bo'lsa ertaga O'zbekistonda bo'lamiz, xudo xohlasa. Rahmat katta. Nasib bo'lsa. 5 kilo ishni olib qo'ydik bagajdan, to'g'risini. 20 kilolikni. Yo'q, mana ko'rlar 20 kilo palojni, yana 5 kilo urishni, undan tashqari 20 kilo lishni olib kelishgan. Shuning uchun do'stlar, agar sizlarda lishni bagaj bo'lsa, iltimos, nima bu, keyingi orqangizda ketayotgan odamlarga bo'lmasam, yana qanaqadir yo'llari bor ketishdi, xudo xolasa etab ochiladi. O'sha odamlarga qoldirib ketish tavsiya qilamiz, chunki hozir bu yerda o'zida to'g'risi 1 kilosiga hozir 700 rubl so'rashyapti Flyvon aviakompaniyasi. Iloj bo'lsa Azur aviakompaniyasi sotib olinglar, chunki u yerda bagajni kilosi narxi arzonroq. 20 kilosiga где-то 3,5 ming rubl atrofida pul oladi. Agar bu yerda 20 kilosini hisoblaydigan bo'lsak, 14 ming rubl bo'ladi va o'z-o'zidan sizni bagajga to'langan pulingiz ancha qimmatga tushishi mumkin. Do'stlar, hozircha sog' bo'linglar, xudo xolasa keyingi 23.03 Toshkentga, uni xudo xolasa registratsiya jarayonidan reportaj qilishga harakat qilaman. Hozircha mana shu obunachilarimiz jo'natib olgandan keyin u reysda ham 50 ga yaqin obunachilarimiz bor. Xudo xolasa jami 100 ga yaqin obunachilar bugun o'zimdan bilet sotib olgan obunachilarni jo'natishga harakat qilyapmiz. Mana keldi, xudo xolasa hammasi dokument problemasi bo'lmasa, lishni yuklarni ham hal qilib, xudo xolasa jo'natib yuboramiz. Undan keyin do'stlar, mana shu video tagida o'zimning nomerim bo'ladi, telefon nomerim, hamda Telegram sirkam bo'ladi. O'shaga kirib bemalol savollaringiz bo'lsa yorishlari mumkin. Hozirgi paytda do'stlar ertalabdan soat 8 dan 6 gacha harakat qilyapman, hamma savollarga javob berishdi. Reyslar bor bundan keyin ham yoki bo'lmasa men yonimga kelib bemalol bilet sotib olishlari mumkin. Metro Lyublino, Targov Center Moskva, Telegram guruhimga kirib to'liq manzilni olishlari mumkin. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha rahmat. Do'stlar, mana hozir Toshkentga registratsiya ochiladi. 98, 99, 100 hamda 101 aknallardan qabul qilishni boshlaydi. Soat hozir 6 bo'ldi bizda. Mana tabloni ko'rishlaringiz mumkin. Tabloda hozir xudo xolasa mana ikkita reys. Birinchisi Andijonga uchadi, hamda ikkinchisi 23:00 da Toshkentga uchish rejalashtirilyapti. Va o'zimiz yurtdoshlar mana registratsiya ochilmasdan ko'rishlaringiz mumkin. To'lib ketgan mana mana. Xudo xolasa bugun 3 ta reys bo'lyapti. Birinchisi Toshkentga uchdi, O'zbekiston havo yo'llari, ikkinchisi Samarqandga hamda uchinchisi yana Toshkentga. Bu tur paket, tur reyslar bo'lyapti.